Menimcha eng kattasi shu bo'lsa kerak. Husanboy hoji aka bitta bosvorasini qarang, Tahoe High Country-ku. Mana bu ablisovkasini qarang. Nima deyapti? Mana qarang, dizaynini boshqacha qilib ishlab qo'ygani. Endi buni bitta salonda ko'raverasizmi? Mana bu diskasini qarang, bahaybatligini. 24 razmerli diskani qarang. Nima deyapti? Husanboy hoji aka bitta bosvorish kerak, lekin Tahoe High Country mashinamizda pnevma podveskalari bor. Endi buni bitta saloniga o'tirsangiz mazza qilasiz. Husanboy hoji aka, endi bu mashinaga o'tirganingizdan keyin yana o'tirgingiz kelib ketadi, chunki bu mashinaning komforti ko'pgina. Mana buni qarang, bari ham qimirlaydi. Eng qizig'i pullaringizni qayerga bekitishni bilmayapsizmi? Hozir men sizga ko'rsataman. Mana yoqda kichkinagina joy, keyin ham javob beraman topolmaydi agarda bu videoni ko'rmasa. Lekin bosib yuborish kerak. Mashinamizda multi-rul head-up display, ikkita monitor. Husan aka, endi buni bitta orqadagi komfortlarni ko'raverasizmi? Husan aka, bu mashinamizda 5 ключевой dostuplar bilan mana buni qarang, sleep zona va 360 kameralari ham bor. Endi buni bitta orqa salonni ko'ring. Parullari ham bor ekan. Husan aka, hozir men sizga bitta narsa ko'rsataman. Qarang, endi buni hech kim aytmaydi. O'zini zavodskoy naushniklar bo'ladi. Displeyga tiqsangiz, mazza qilib qo'shiq va kinolarni hech kimga xalal bermasdan ko'rib ketaverasiz. Shunisi menga zo'r qulay bo'ldi. Eng qizig'ini aytayman, orqasini qarang, bahaybatligini. Ikkita kapitanskiy sideniya, полный panorama tom. Mana buni qarang, displey ham o'ziga o'xshab katta bo'ladi. Orqalarida детский sideniyasi ham bor. Nimaga ko'pchilik boya kelib bu bahaybat mashinani bosib olishyapti. Qarang, bagajning kattaligini. Bagajni ochishi ham o'zgacha. Bagajni qarang kattaligini, детский sideniyadan keyin yana shuncha joylari ham bor. O'zi bu детский sideniyada ham katta odamlar ham ketsa bo'laveradi, chunki ancha joy bor. High Country bu mashinamiz umuman yamaladi, sezmaydi. Eng qizig'i tog'larni ajaliyor bu mashina. Mashinamiz 6.2 litrli V8 motorda. Mashinamizda 420 ta ot kuchi bor va mashinamiz почти 3 tonna 6 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. Husan aka, narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz narxini zavod narxida olib ketsanglar bo'ladi. Agarda xohlasanglar Green Cars saloniga kelib, rassrochkaga ham olib ketsanglar bo'laveradi.